Assalomu alaykum. Avvalambor, hurmatli yurtdoshlar, ushbu Demir Gipsum zavodimizdan bugungi kunda 5 yildan buyon faoliyatimizni olib boramiz. Sotuv bo'yicha menejer bo'laman. Ushbu Demir Gipsum zavodimizda asosan 14 xildan ziyod gipsokarton mahsulotlari ishlab chiqariladi hamda quruq qorishmalardan plaster, satin, gips mahsulotlarimiz ishlab chiqariladi. Xom ashyo asosan o'zimizdan ishlab gips tosh mahsulotlari qazib olinadi hamda uni qayta ishlab chiqarishga muvaffaqiyatga erishganmiz. Mahalliylashtirish darajamiz bugungi kunda 63% dan oshdi. Eksportdagi faoliyatimiz 30% dan oshdi. Kelajakdagi maqsadimiz bugungi kunda eksport mahsulotlarimizni yanada oshirish, eksport salohiyatimizni yanada oshirish va ishxonamizga bo'sh ish o'rinlarini yaratish hamda bo'sh ish o'rinlarini 200 gacha yetkazib berish. Ishxonadagi ishlab chiqariladigan mahsulotlarni turlarini ko'paytirish hamda O'zbekistonning ichidagi bo'lgan mijozlarimizni yanada ko'paytirish. Demir Gipsum jamoasi nomidan hamda o'zimning shaxsan nomimdan xalqimizni kirib kelayotgan 35 yillik mustaqillik bayrami bilan chin qalbimdan muborakbod etaman.